بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بين يديك برنج قسمنا. üçüncü bölüki الوحدة الثالثة. Üçüncü bölük السكن. السكن degan turalgı öy, turalgı joy degan gap. Birinci diyalog o'qib bo'ldik. Qani qaranglar. Assalomu alaykum. Va alaykumussalam. Ayna taskunu? Qayerda tursiz degan gap. Sakana degan mazidin chiqqan. Sakana yaskunu amdi ma'arliki taskunu bo'ladi. Askunu fi hayyil matar. Hayyil matar degan yer turman. Hayyil matar degan o'sha odam yashaydigan bir turalg'u o'ltiraq rayonning ismi. Va ayna taskunu anta? Siz nerede tursiz? Askunu fi hayyil jami'ati. Men universitet yezisi degandek shu mahallasi degandek gap endi mahalla o'z turayotgan bir rayonning ismi Hayil Jamia degan. Hayil Jamiada turaman. Hal taskunu fi baytin? Uyda turamsiz? Yani odatlik uy, bina uy emas demakchi. Na'am askunu fi baytin. Shundaq uyda turaman. Va hal taskunu fi baytin? Uyda turamsiz? La askunu fi shaqqatin. Yani bina uyda turaman degan gap. Ma raqmu shaqqatika? Uyingizdagi bino uyingizning nomeri qancha? 5. Ma degani xabar. Raqmu shaqqatik mubtada. Raqmu mudaf, shaqqati mudafun ilay, shaqqati mudaf, kaf mudafun ilay. İki tane mudafun ilay bo'lmaydi. Va ma raqmu baytik? Uyingizning nomeri necha? 9. Hozir ma bu fe'l mozini turlash o'rganib bo'ldinglar-ku. Endi fe'l muzari'ni turlaydigan chaq keldi degan gap. Hozir o'rganaylik inshaalloh. Ma so'zlikda baytun uy, shaqqatun bina uy, raqmun nomor, hayyun yeza o'ltiraq rayon degandek, yaskunu turdu, la degan yoq, al-matar ayirdirum, al-jami'a degan universitet. Endi kalima bilan munosib rasmni o'tirni tutashtiring deb tomonni qarab so'zliklar o'rganib bo'lsangiz tutashtira olasizlar. Endi men ikkinchi nimani o'tishdan burun sizlarga men fe'l muzarini qanday turlaymiz buni o'rgatib qo'yayozra. Sakana o'qitay. Mazisi men o'ng tarafdagisi boshda yo'lg'idim. Mazisi o'tgan zaman. Bu üçüncü şahısdan başlap aldığındaki üçüncü şahıs erlik. O ikisi ular deganning turdi. O ikisi turdi, ular turdi degan. Asıdkisi üçüncü şahıs ayollarninki. Ondan keyingisi va ikkinchi şahıs erlik. Ma u ayollik, ikkinchi şahıs ma u birinchi şahıs. Birinchi şahısning erlik ayollik o'xshash. İşkiligim yo'q ham birinchi shaxsning. Men qolganlarning birlik ishkilik ko'pligi bor. Sakana ma zirzabarlarni o'zinglar qo'yib olinglar. O'qish endi. Sakana, sakana, sakanu, sakanat. Ma te sakin. Sakanat, sakanata, sakanna. Sakanta, sakantuma, sakantum, sakanti, sakantuma, sakantunna, sakanti, sakantu, sakantu, sakanna. Yani T'den bir neçə xil 4 xil T var şununki fərqləndirib qısan oldu. Mazi. Bunu birinci qism dursulluğatda öyrənib bilish kerak əslə. Sakana degan o'ltirdi, bir yer turdi degan gap aytdinda bo'ldi-ku. Endi bugun o'rganganimiz muzarisi mushning. Mash'udul keltirib bizib qo'ydim. Yaskunu zirzabarlarni o'zinglar qo'yib olsangiz bo'ldi o'qish jarayonida deb berdim. Yaskunu, yaskunani, yaskununa, taskunu, taskunani, yaskunna, taskunu, taskunani, taskununa, taskunina, taskunani, taskunna, askunu, naskunu. Amma ya qarsanglar ma taskunu, miyadim taskunu deb ikki taskunu bor. Ma u taskunu uchinchi shaxs ayollik birlik, u ayol turdi degan gap. Sen taskunu fil bayti. Ma u taskunu hamda
Erlik ikkinchi shaxs erlik birlik bilan mana muzarida uchinchi shaxs ayollik birlik o'xshaydi va mana bu erlik uchinchi shaxs, mana aslidagi ayollik uchinchi shaxs birlik ikkilik ko'pligi, mana ikkinchi shaxs erlik, aslidagi ikkinchi shaxs ayolligi, mana aslidagi birinchi shaxs birlik va ko'pligi. Erlik ayollik o'xshash. Mana yerda mana bu hamza nasl yozib qo'yibdi rasmiyaga. Hamza nasl bo'lmaydi. Mana alifchi. Hem üstüge bir tane hamza yazıyorlar ama askunu deganiki hamza tushib qolibdi. Hamda ma'u fe'l muzari aloqador. Shuni yodlab qilsizlarmi? Bek pishiq o'qilishni, yozilishni, undan keyin 5 tal fe'l berma, ashuna muzarisini turlab daftarga yozib qilsizlar topshiriq. Uni bo'lsa, nimaga qaraylik? Darsning davomiga. Yoki deb boqinglar bo'lmasa ras. Ani demay qolmanglar Xadicha. Ketdimi Xadicha? Ama shayda deb boqing muzarini. Taskunun deb boqing bir o'qib o'tay. Shu sakada yaskununmi? Taskununi, taskunu muzarisni. Yaskunu, yaskunani, yaskununa, taskunu, taskunani, yaskunna. Taskunu, taskunani, taskununa, taskunina, taskunani, taskunna. Askunu, naskunu. Ha. Sakana o'ltirdi, tudi, bunday yashidi debchi uyda masalan ayna taskunusi qaysi yer tursizdi. Adama yaskunu turdu degan gap. Odat turdu. Muzari degan ham hozirgi zamon ham kelgusi zamon bildirdi. Ikkinchi hivar. Al-hivar الثاني. بانو قلتيلي. السلام عليكم وعليكم السلام. أريد شقة من فضلك. من فضلك يعني خابو ماي ديگندek şu. Hürmet sözü. Ben bir bina öy alay deptim. Uridu diyen erade diyen ki muzarisi. Uridu diyen halayma lazım ma lazım izdeyme diyendek geple. Uridu şakkaten şakkaten mef'ulun bihi. Uridu fiil يشرون أنا فاعل ضمير مستتر أنا فاعل شقة مفعول به مفعول به زبر قلده أما جملة عربت جملة اسمية جملة فعلية دب إشكي بلندو جملة اسمية ديگنimiz isimden başlanan cümle ismiye de mubtada xabar buldu. Am cümle fi'liye degende metse fiilden başlanan cümle fi'liye buldu. Fiillik cümlede mubtada xabar degen es bulmaydı. Fiillik cümlede fiil onun faili adı mef'ulun bihi toldurgucu buludu. Mef'ulun bihi toldurgucu. Mesela aqra'ul Qur'ana. Qur'an okuyma desek, aqra'u degan fiilden başlandı. Aqra'u degan men okuyma degan gapkum. Askunu usman turma degandek. Onun damir mustatir yushrun kişilik almash ana faili Qur'ana mef'ulun bihi zabaru qildi. Shunga o'xshash. Men uridu shaqqatan deganimi uridu fiil yushrun ana damir mustatir ana fail shaqqatan mef'ulun bihi şu an zabar o'qiymiz. Tushunib bo'lganda arab tilida jumlalar jumla fi'liya jumla ismiya deb ikki xil bo'ladi. Ismliq jumla, fe'illik jumla deb. Ismliq jumla ismni boshlagan jumla, fe'illik jumla fe'ildan boshlangan jumla. Fe'illik jumlada fe'il fa'il bo'ladi. Analikin ko'p vaqtda maf'ulun bihi bo'ldi. Ba'zan chaqda maf'ulun bihi bo'lmasin bo'ldi. Mesela uridu deganning o'zi bir jumla hisoblandi. Fe'il fa'ildan tarkib topgan. Uridu fe'il uchun ana fa'il. Fe'il bayat chuqum fa'il bo'ldi. Mesela yuridu Ahmadu shaqqatan desak, yuridu fe'il Ahmadu fa'il deymiz. Jad fa'il ashkar aniq keldi. Amiyada uridu deganning o'zida bir uchun ana fa'il deymiz. Mesela yaskunu deganning ki fa'ilini deb bilmabdimi? Kelar soat deb beriyorum inşallah. Aşağıda mesela yaskunu düşün huwa fa'il, yaskunani de alif fa'il deymiz. Yaskununa de vavul cema'a. Köplikni bildirgan o fa'il buldu. Taskunu deganda
Yuşurun hiye fail bilip keler saat dep inşallah aval şunu yadlap pişiqni qilib kelinglar. Lekin bu yerda hozir bilgach turdig'ininglar nima bo'lsa, uridu yoki askunu desak, yuşurun ana fail. Teskunu desak, yuşurun anta faila. Kam g'urfatan fi shaqqa fi shaqqati. Bina uyingizda qancha yotoq bor, qancha eg'iz uy bor degandek gap. Fi shaqqati khamsu ghurafin. Endi ma'la ismliq jumla, ismdan boshlangan jumla. Kam g'urfatan bu mubtada, fi shaqqati xabar. Kam mumayyiz g'urfatan tamyiz. Tamyiz zabar o'qilgan ismlarning qatoridan. Shunga zabar o'qiymiz. Sen dursul lug'atim chiqdi-ku deyman. Kam qalaman indak deb. Kamdan keyingi birlik keldi, tamyiz zabar olati keldi. Nakira olatdim aniqsiz alif lam kirmidi. Fi shaqqati khamsu ghurafin. Uyimda 5 eg'iz uy bor. 5 yotoq uy bor yoki. Fi shaqqati bu xabar. Jar majrur kelib qolsa yoki zarf kelib qolsa, masalan, indak, ma'ak degandek zarflar kelib qolsa yoki ma'nodek jar majrur kelib qolsa, buni xabar deb arasang bo'ldi. Oson bo'lsin deb teppadim. Endi khamsu mubtada shunga pishib qildik. Khamsu ghurafin. Ghuraf degan g'urfaning ko'pligi. G'urfatun ghurafun. Bu mudaf mudafinlik so'z birikmasi. An tercümesinde demekte müstecir muajjir degan. El müsteciru degan ijarag'uchi degan gap. Xaridor. El muajjiru ijaraga berguchi. Fi ayyi davrin ash-shaqqatu. Bina uyingiz qaysi rayonda degandek. Yoki bo'lmasa qancha nomerlik binoda degandekchi. Ash-shaqqatu fi ad-davri al-khamisi. Yo'q, qanchinchi qavat yana? Qanchinchi qavat? Uyingiz qanchinchi qavatda? 5-qavatda. Uridu mushahadata ash-shaqqa. Mushahada ko'rish masdar. Shahadan chiqqan. Masdar xuddi ismni o'rni bo'g'ashqa miyada. Mushahadata deb zabar quduq maf'ulun bihi. Uridu fi'il yushun ana fa'il. مشاهدة مفعول به. مشاهدة الشقة. مشاهدة مضاف، الشقة مضاف إليه. شاهد يشاهد مشاهدة في الماضي مضارع مصدر نبدأ. مثلا أشاهد التلفاز وسمن تلفزر كروت ماديا. تفضل ادخل. هذا باب الشقة. تفضل مرحبا كرام. ادخل كرام. ادخل ما هو بuyruq şekli. Ben mazini gün bulduğunlar muzarini öğrenenler bugün muzarin bir şey öğrenip bolsanlar keyin yani bir şey saatlik keyin buyruqni qanday yasashni o'rgatib qo'yman. Udkhul sakin turdi oxiri. Fe'l amrdan oxiri sakin bo'ldi. Keyin sakin o'zgarayotgan deb bilgach tursanglar bo'ldi. Udkhul kir, ya'ni udkhul kiran, siz kiran degan gap. Unda bo'lgandan udkhul fe'il yushrin anta fa'il deymiz. Kitoblarni yozib tursanglar bo'ldimi yoki deb turanglarga degandek. Haza babu shaqqati, bu uyimning ishki. El-mustajiru hazihi shaqqatun jamilatun. Bu chiroyliq uykan. Hazihi mubtada, shaqqatun jamilatun xabar. Shaqqatun mavsuf, jamilatun sifat. Sifatlang'ichiga ergishidi. Birlik ishkil ko'plik jihatdan ergishidi. Aniqlik, aniqsizlik jihatdan ergishidi. Muzakkar muannas jihatdan ergishidi. Jamilun shaqqatun ayol xongan jamilatun deb keldi. Harakat jihatdan ergishidi. Hazihi mubtada. Aslida pish bo'lish kerak, lekin hazihi mabni ism. Shaqqatun xabar shu qildi. Jamilatun sifat bo'lgandan keyin u sifatlang'ichiga mavsufga ergishib, bu pish qildi. Yangi so'zliklar sizga. Davrun degan shu qavat.
qavatda. Masalan, askunu fid-davris sani. Ikkinchi qavatda turaman. Ash-shaqqatu fid-davril khamisi. Bina uy 5-chi qavatda. Uyim 5-chi qavat. Shaqqa degan bina uyda baytun degan bilan farqlantirib tepadi. Uy desek bo'laveradi amaliyotda. Faqat farqi baytun degani odatdagi uy bir qavatlik. Shaqqatun degan manda 2 qavatlik bina uydagi uyni bir yurish uyini ko'rsatadi. Jamilatun chiroyliq. Jamilunning muannas shakli, ayollik shakli jamilun, jamilatun. Endi g'urafun degani g'urfatunning ko'pligi. Uylar, yotoq uylar. Tafaddal, marhamat degan gap. Mushahadatun ko'rish masdariya. Uridu manga lozim xohlayman, izlayman dedik. Ad-davrul khamisu 5-chi qavat. Yadkhulu kirdu, u kirdu. Amsa bugun yozib keladigan babun ishak bugun yozib keladigan muzarilardan ba'zisini qo'shib yozlarsiz. Adaptiringlar, yozg'ashtiringlar. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Sakana yaskunu. Arada yuridu. Aradam o'xshash. Oldidan tuzalgan deb o'qib ketmay, o'xshaydi. Arada yuridu. Ondan keyin jalasan do'stlar. Jalasa yajlisu. Fataha yaftahu. 5 fe'l bo'ldi. Darsga vaqtida kirmaganlarni kiriblamaganim işte bir mo'sh narsani qurib qoldi mana. Qaysi 5 fe'l deb dedim men? Xadija. Yaxshi anlamay qoldim. Dakhala yadkhulu, sakana yaskunu, arada yuridu, jalasa yajlisu, fataha yaftahu. Topshiriq nima desanglar? Mazisini yazasizlar, 14 xil siyg'asida birniki. Yeniga muzarisini yazasizlar. Yezib bulab obdan tekshirib etib, anaqdan keyin mazisini bir fe'lning mazisini 15 qatimdan, muzarisini 15 qatimdan eg'izcha deysizlar juma. Bak pish xo'p ketmas bo'lmaydi, at so'rayman inshaalloh. Yo'q, at emas ekan, undan keyin Fataha yaftahuma. يفتح يفتحان يفتحون تفتح تفتحان يفتحنا تفتح تفتحان تفتحون تفتحين تفتحان تفتحنا أفتحون افتحون عاش يسكنونك أخشيدا بقى مش هيجي أختر إلامسة قاغن أتوقع إن شاء الله أمسة تبشروق كده أمسة تبشروق Vaqtına yazma tekisini yadlab kelinglar. Faqat dars yo'q. Yakshanba kun bor. Inshaalloh. Shu vaqtgacha men bu topshiriqni ishlab, men fe'l aloqador topshiriqdan keyin tekisni vaqtına yetganlar tekisni yodlab olsang yaxshi. Har tarkib qo'shib qolib turasiz. Ikki tal dialog ketdi-ku. Birinchi dialog, ikkinchi dialogni nima i'rob tarkiblarini qo'ydim. Topshiriq hamda mana shu ikki nimaga yiziqcha tarkib qo'yib ko'rsizlar. Arabchasini yozib, jumlaning ostiga uning tarkibini yozinglar. Mubtada, xabar, fe'l, fa'il, maf'ulun bihi degandek. Ashuni menga topshirishlar. Kam skanner deydigan bir tal app bor. Ashunda rasm tasavvur xuddi PDF kitobda ham chiqarib turdi. Ashunda rasm to'lab tatib yo'lab pasanglar topshiriq tashlab numar qo'yman. Ondan Dabda yozib bo'lgandan keyin tarkibni andan har bir tekstning tarkibiga 5 qatimdan eg'izcha tarkib qo'yamiz juma topshiriq. Tarkib qo'yib ma'mul sen obdan tushungilanmaydi. Aga men so'zliklarni pishiq yodlab o'qib kelsam bo'ldi.
Şunun bilan ders müşa tugdi. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Bilmegen, tushunmagan ya bamaras. So'raydigan savol bormi? Yo'q. Meylemiz Allohga emanet.